Yaxşımısınızlar dostlar? Biz bugün çöçürü tişsini öğrenip biteyli. Biz en avval Elnuri sililiq aile undan 600 gram unga 18 gram tuz silip, bir tal tuxum çaqib 230 ml su qo'yib, ching'iroq xamir yo'g'irib olamiz. Xamirimizni yo'g'irib oldik. Endi buni 10-15 metr uzoqda tindirib olaylik. Qozonga suv qo'shib, qo'ruq go'shtini silib, qaynatib, sho'rib tayyorlab olamiz. Uşaq to'g'rab olgan go'shtni birga 6 gram tuz silib, 100 ml suv quyib, go'shtni takshi aralashtirib olamiz. Ustiga piyozni silib, 5 gram qarmosh, 4 gram zirsi takshi aralashtirib olamiz. Qo'ruq go'sht pishgan chaqda qo'ruqni suzib olib olamiz. Ishlatganimiz Elnuri kalpin achal kampuri. Kamgurni silib, 10 gram tuz solamiz. Sho'xlakni sevib olamiz. Xamirimizmi mana tinib tayyor bo'libdi. Endi buni takshi nepiz yeyib olgandan keyin xamirimizning nepizlik bo'libdi. Nepiz yeyib oldik. Endi buni cho'chirga kesib olaylik. To'chas qilib, ya'ni 5 sm atrofida kesib olsak bo'ladi. Jilt ichiga qijmini elib, qatlab olgandan keyin chiroyli shaklda cho'chir tugib olamiz. Tugib olgan cho'chirlarimizni qozonga sepib olamiz. Qallak bo'lib qolmaslik uchun aralashtirib olamiz. 5 minut atrofida pishirib, qachig'i elib, ustiga pinni ko'ki yoki osh ko'ki sepib iste'mol qilsak bo'ladi. Ishkiningizda shunchalik mazlik, asli bug'doy ta'mida. O'rganib oldingizmi? Sizmi oilangizda sinab ko'ring.